Endi ayni konsepsiya sell side uchun ochilgan shamda ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni xuddi shu ma'lumot har bir sham 4 ta asosiy qismdan, ya'ni 4 ta asosiy davrdan tashkil topadi. Bu open, high, low, close. Ya'ni candle ochilishi, o'ziga high nuqtasini hosil qilishi va low nuqtasini hosil qilishi hamda eng oxirgi davr, 4-davr bizda candle yopilish. Endi sell side uchun ochilayotgan candle hozirgi buy side uchun ochilayotgan candle sifatida, lekin qarama-qarshi nuqtai nazardan ko'ramiz. Open bizda candle ochilishi davr boshidagi narx oldingi sham yopilgan joydan boshlanadi. Aytaylikki, ayni shu sellga bor nuqtada candle'imiz yopildi. Keyin candle'imiz ochildi, narx tepaga qarab impulsivni harakat oldi, maksimumni yaratdi, maksimumdan qarshilikka uchrab, pastga qarab narx tushadi va candle o'ziga low qismini yaratdi. Bu konsepsiyani yaxshilab tushuninglar. M1 da ham, M5 da ham, istalgan time frame'da, даже bir kunlikda ham, bir oylikda ham, bir yillikda ham bir xil konsept shakllanadi. Ya'ni sizlar trading kunini ochgan paytinglar candle qanaqa shakllanishini yaxshi bilishingiz kerak. Bu ma'lumotlarni yaxshi tushunmagan trader mukammal savdo bitimlarini amalga oshira olmaydi. Bu juda katta axborot. Bu ma'lumotlarni yaxshilab bilishimiz kerak biz. Mavzuga qaytamiz. Candle low minimum qismini yaratdi va candle shu joyda yopildi. Ya'ni davr oxiridagi narx shamning eng muhim qismi. Chunki shu yerda qaror amalga oshiriladi. Endi candle mavzusidan sizlar bilan ochilish yopilishini tushundik. Bank manipulyatsiya elementlari aynan candle bilan juda ko'p yuz beradi. Shuning uchun sizlarga konsepsiyani yaxshilab tushuntirishimiz kerak. Xo'p, endi candleni kattaroq time frame misolida ko'ramiz. Umumiy holatga baho beramiz. Sizlar shunaqa tasavvur qilinglarki, bu bizda 1 soatlik candleni ochilish qismi. Ya'ni 1 soatlik shamni umumiy holatini ko'ramiz. Ya'ni bizda candlega nisbatan wick bor, shamlar soyasi bor va tepa qismida ham soyasi bor. O'rtada mustahkam yopilgan tana. Umumiy holatga baho beramiz. Candle ochilish nuqtasi bor va minimum nuqtasi bor. Candle bizda ochilindi. Bu bizda 1 soatlik bo'ladigan bo'lsa, bu bizda taxminan 5 minutlik time frame misolida ko'ringlar. 5 minutlik time frame bizda candle ochildi, impulsivni pastga qarab harakatlandi, ya'ni manipulyatsiya bo'ldi, pastga qarab harakatlanganini ko'rishimiz mumkin va ayni hududdan katta qarshilikka uchradi. Ya'ni buy side tomon, ya'ni tepaga bullish market tomon ochilayotgan katta bitimlarni ko'rishimiz mumkin. Ayni hududdan katta harakat tepaga qarab harakatlanishni boshladi va candle maksimum nuqtasi yaratildi. Maksimum nuqtasi yaratilgandan keyin ayni hududdan bizga sell side bitimlar amalga oshirildi va pastga qarab candle tushib ayni shu joyda yopildi. Ya'ni bu holatga qaraydigan bo'lsak, candle bizda taxminan 5 daqiqa o'tdi. Umumiy holatda bizda yana 55 minut vaqtimiz bor candle yopilish uchun. 55 daqiqa ichida bozor tepaga, pastga va tepaga qarab harakatlandi va 55-minutda shu nuqtasiga keldi. Ya'ni umumiy davrga qaraydigan bo'lsak, 50 daqiqa bozor tepaga, pastga qarab harakatlandi, manipulyatsiyaga uchradi. Ya'ni bullish market, bearish market tomonidan, ya'ni buy pozitsiya ham bor, bu yerda sell pozitsiya ham bor. Candlega nisbatan qarshilik yuzaga keldi. Endi shu qarshilik yuzaga kelganini bozorda hozir elementlari bor o'zi bugungi va ertangi webinarda shu narsalar sizlarga to'liq o'rgatib o'tdim. Candleni juda ham yaxshilab tushunishingiz kerak uchun. Ayni shu narx hududida bozor bizda yopildi. Bu bizda candle teoriyasini buy side uchun shakllangan model hisoblanadi. Endi ayni shakllangan model bizda sell side misolida ko'rib chiqamiz. Ya'ni bizda umumiy holatga qaraymiz. Bizda candle ochildi va low hosil qildi o'ziga. Candle bu joyda ochilgan bo'lsa, candle impulsivni tepaga qarab harakatlandi, bizda high hosil qildi o'ziga. Buni ayni misolda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni botda hosil bo'lgan sell side uchun hosil bo'lgan candle bizda 1 soatlik tasavvur qiladigan bo'lsangiz, bizda bu holat 5 minutlik candle vaqti, 5 minutlik time frame'dan aniqrog'i 5 minutda hosil bo'ladigan candledan bir nechta candle misolda ko'rishimiz mumkin. Candle bizda ayni hududda ochildi va tepaga qarab harakatlanganini ko'rishimiz mumkin. Candle maksimum nuqtasi yaratildi. Maksimum nuqtasi yaratilgandan keyin pastga qarab impulsivni qarab harakat boshlandi. Ya'ni botda candlega nisbatan qarshilik ko'rsatildi. Ya'ni shu joyda qarshilik ko'rsatildi. Qarshilik ko'rsatilgandan keyin candle pastga qarab harakatlanishni boshladi. Bizda vizual tarzda ayni 1 soatlik time frame misolida botda candle'imiz shakllanishini ko'rishimiz mumkin.
Candle pastga qarab tushdi. Shu nuqtada bozor bizda impulsivni pastga qarab yopilganini ko'ramiz va bu yoqda bullish market bizda bozorga qarab yetarlicha qarshilik ko'rsatdi va candle ayni shu nuqtada yopildi. Candle konsepsiyasi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, candle bizda ochilindi. O'zini maksimum nuqtasi yaratildi va pastga qarab tushdi. Candle minimum nuqtasi yaratildi va candle yopilish nuqtasi yaratildi. Umumiy sell side uchun ham, buy side uchun ham 4 ta davr qatnashadi. Ya'ni candle ochiladi, candle maksimum nuqtasi yaratiladi, candle minimum nuqtasi yaratiladi va candle yopiladi. Shu konsepsiyani biz bilishimiz kerak. Keyingi bo'limga o'tamiz. Xo'p, endi bizda bozorda bullish va bearish shamlar bor. Bozorda tepaga ochiladigan shamlar va pastga qarab ochiladigan shamlar bor. Umumiy holatga qarab baho beradigan bo'lsak, bullish shamlar bu narxning harakat qilgani bozorda eng kuchli bo'lganini ko'rsatadi. Manipulyatsiya yoki instrumenting aynan sham bo'yicha ishlanadi. Ya'ni candle juda yaxshi tushunishlik kerak. Takror etamiz, candle yaxshi biroz zerikarli bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bu qachon hayotda tushunmaysiz bo'lgan. Amaliyotda boshlaysiz. O'sam narx qilishdan birinchi bo'ladi. O'sish shambi odatda yashil yoki oq rangda ko'rsatiladi. Bu misolda bizda bullish sham ya'ni bozorda o'sish sham bu misolda ko'rilyapti. Ko'ryapmiz, candle bu joyda ochilindi. Hozirgi candle teoriyasi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, impuls bilan pastga qarab tushganini ko'ryapmiz va bu yoqda bullish market, ya'ni bozorni sotib oluvchi ishtirokchilar bozorga yetarlicha qarshilik ko'rsatdi va candle shu nuqtada bizda yopildi. Buni bilishimiz kerakki, bizda ayni hosil bo'lgan sham bullish sham bo'ladi. Ya'ni tepaga qarab harakatlangan sham aktivga nisbatan yuqori ayni narx hududida juda katta talab hosil qilindi. Ya'ni candle ochilindi, pastga qarab tushdi va ayni nuqtada juda katta talab bo'lgan hisobiga aktiv sotib olindi va tepaga qarab harakatlandi. Bu bullish sham misoli. Ya'ni misol qarab aytamiz, narx 100 da ochildi, ya'ni aktiv $100 bo'lgan payt ochilindi va $110 yopilindi. Bu bizda bullish sham misolida bo'ladi. Endi bozorda bizda tushuvchi sham bor, ya'ni bu bizda bearish candle deb aytiladi. Narx ochilishidan pastda yopiladi. Hozir candle teoriyasini gaplashdik. Narx ochilishidan pastda yopiladi. Close bo'ladi bundan oldingi candle, undan keyingi candle open bo'ladi. Sotuvchilar, ya'ni bearish market ustun bo'lganini ko'rsatamiz. Odatda qizil yoki qora rangda bo'ladi. Ko'p qanaqadir chartida ko'rishimiz mumkin. Bearish ham bozor pasaymoqda. Ya'ni bu holatda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bozor candle ochilindi, buy side uchun qarshilik qilindi va tepadan sell orderlar juda ham ko'p ochilgani uchun bozor kuchli impuls bilan pastga qarab harakatlanishni boshladi. Bu hududda bizda bilishimiz kerakki, bozor impuls bilan pastga qarab harakatlandimi, demak aktivga nisbatan taklif katta. Aktivni aktivga nisbatan sell bozorga qo'shadigan igroklar juda ham ko'p. O'shaning uchun bozor o'zining narxini tashlab yubordi. Ya'ni bu yerda short bitimlar juda ham ko'p ochilgan bozorda. Shu sabab bearish sham bizda shakllangan. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, narx 120 da ochilindi va 108 da yopilindi. Bu bizda bearish sham misolida 1 minutlik bo'lishi mumkin. Taxminan 5 minutlik tasavvur qilaylik shuni. Ya'ni bu holatda bo'ladigan bo'lsa, bizda 100 narxida ochilgan bo'lsa, 110 da yopilindi. Ya'ni taxminan 100 punkt tepaga qarab harakatlangan. Bu holatga qaraydigan bo'lsak, narx 120 da edi, lekin bearish market bozorga katta orderlarni qo'shdi. Hozir institutsional haqida gaplashgandik sizlar bilan. Aytaylikki, institutsional bitimlar banklar shu nuqtadan sellga savdoga kirdi va narx 108 da yopildi. Bu bizda juda katta harakat bo'ldi. Ya'ni taxminan 120 punkt atrofida harakat amalga oshirildi. Bu bizda bearish sham. Ya'ni candle ikkinchi qismi.